Go'daklar haqida biz bilmagan qiziqarli faktlar. Aniqlanishicha, go'daklar biz tasavvur qilgandan ko'ra ham kuchli va iqtidorli bo'lishadi. Olimlar biz kattalarni xayolimizga ham kelmagan bolalar haqida ajabtovur ma'lumotlarni qayd etishdi. Dunyo bolalarining deyarli barchasi shirinlik va multfilmlarni yaxshi ko'rishadi. Bolalarga eng ko'p huquq va erkinliklar Kanada davlatida joriy etilgan. Belgiyada bolalar maktabga 3 yoshdan qatnasha boshlashadi. Arab mamlakatlarida yosh bolalar ishtirokidagi tuya poygalari juda mashhurdir. Yevropa mamlakatlarida farzandlarni mashhur brendlar sharafiga atab ism qo'yish juda ommalashgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqning oshqozoni juda kichik, atigi 30 mil bo'ladi. Dunyo tillarida bir-biriga juda o'xshash bo'lgan so'zlar bu ada va oyi, ya'ni mama va papa so'zlaridir. Haftaning seshanba kuni bolalar ko'p tug'ilishadi. 4 yashar bolakay 12 mingtagacha so'z talaffuz qila oladi. Shvetsiyada 12 yoshdan kichik bolalarni reklamada suratga olish taqiqlanadi. Dunyodagi eng kichik tug'ilgan chaqaloqning vazni 270 grammgina bo'lgan. Germaniya dunyodagi eng kam tug'ilishlar qayd etilgan davlat hisoblanadi. Yaponiyada bolalarga umuman yomon so'zlar ishlatilmaydi, so'kishmaydi. Televizorni berilib ko'rishayotgan vaqtda bolajonlar og'riqni deyarli his etishmaydi. 3 yashar bitta bolaning shovqini 200 ta katta kishi soladigan shovqindan kuchliroq chiqadi. Yilning yanvar va mart oylari bolalar eng ko'p tug'iladigan oylar hisoblanadi. Dunyodagi eng yirik fotoko'rgazmalar bolalarning suratlaridan iborat ko'rgazma hisoblanadi. Bolalarning ko'zlari 15 yoshgacha rivojlanib boradi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar faqat og'izlari bilan nafas olishadi. Chaqaloqlar deyarli kiprik qoqishmaydi. Bolalar suzishga moslashgan reflekslar bilan dunyoga keladi. Shuhrat cho'qqilariga ko'pincha oiladagi yolg'iz farzandlar ko'proq erishadi. Futbol o'ynashni man etish Braziliyada bolalar uchun eng ommalashgan jazo turidir. Yaponiya maktablarida ota-onalar majlisi degan tadbir umuman yo'q. Yevropa davlatlarida ota-onalarning yoshi o'rtacha 29 yoshni tashkil etadi. Yangi tug'ilgan chaqaloq ko'k rangni ko'rmaydi. 4 yashar bolakay bir kunda o'rtacha 900 ta savol beradi. Nigeriya dunyodagi eng ko'p egizaklar tug'iladigan davlat hisoblanadi.